aniqlash berishni oddiy yo'lini o'rgatib qo'yaman. Ma'nosini ham tushuntirib beraman. Qaranglar. Demak, kasrlar bersa, qo'shishimiz uchun siz to'g'ridan-to'g'ri qo'shib qo'ymang, bu xato bo'ladi. Kelisizga? To'g'ridan-to'g'ri qo'shib qo'ymang, bu xato. Endi nima qilamiz? Qaranglar. Agar to'g'ridan-to'g'ri qo'shib qo'yish xato bo'lsa, pastini bir xil qilishga to'g'ri keladi. Xo'p, qanday bir xil qilamiz? Qaraymiz. Xo'p, 3 taqsim. Mana buni nima deb yozsak bo'ladi? Qaranglar. 7 kara 5 qilib yozsak bo'ladimi savol? To'g'rimi? 35 7 kara 5 dedik. Endi buni yozamiz, qaranglar. Plus 4 taqsim nima deb yozsak bo'ladi? 7 kara 3 deb yozsak bo'ladi mana. To'g'rimi? Endi qaranglar. Shu joyda muhim joy ketadi. Pastini bir xil qilish uchun qaysinisiga qaysi yetmayotganini bilsangiz bo'ldi. Ya'ni mana bunda 5 bor, bunda 5 yo'q. Значит, bu yoqqa 5 ko'paytirish kerak. Bunda 3 bor, bunda 3 yo'q. Demak, bu yoqqa 3 ko'paytirish kerak. Natija nima bo'ladi? Tepani ko'paytirib olsak, 9 plus buni 5 ga 4 20. Endi pasti nima bo'ladi desa, pasti 7 bor edi, обязательно ikkalasida ham bo'ladi. Endi 3 ham bo'ldi, endi 5 ham bo'ldi mana. Tushunali? Endi shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, tepa 29, pasti 21. Mana bu ikkitasi 21. 21 ni 5 ko'paytirib olsak 105. Like bosib, kasrni hali ham bilmaydigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yishingiz izdan chiqmasin.